Qadr kechasida ibodat qilish va uning hukmi. Rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki Qadr kechasini Alloh taologa ishonib va savob ko'zlab ibodat bilan o'tkazsa, uning burungi gunohlari mag'firat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Oysha radhiyallohu anhaga Qadr kechasida mundaq deb duo qilishni o'rgatib qo'yganligi rivoyat qilindi. Ey Alloh, sen afu qilg'uvchisan, afu qilishni yaxshi ko'rsan. Meni afu qilgin. Qadr kechasini taat, ibodat va duo tilaklar bilan o'tkazish har bir musulmon uchun mustahabdir. Ya'ni qilsa savob bo'ladigan, qilmasa gunoh bo'lmaydigan ishdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishga kaskin buyurmasdan targ'ib qilgan. Shuning uchun bu kechani ibodat bilan o'tkazmaganlar gunohkor bo'lmaydi. Lekin bu kechadagi rahmat, mag'firat va barakatlardan mahrum qoldi. Bu kechani ibodat bilan o'tkazish, bu kechada farz namozlarni ado qilgandan sirt kechaning kuchining yetishicha nafl namoz o'tash, Qur'on Karimni tilovat qilish va ma'nilari ustida fikr yurgizish, zikr tasbih aytish, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh deyish, masalan, duo qilish, sadaqa zakatlarni ayirish, yotlashib ketgan urug' tuqqanlar bilan o'zaro yarashish qatorli yaxshi ishlarni qilish bilan amalga oshirdi. Bu kechani ibodat bilan o'tkazish Ramazonning oxirgi 10 kechalarining hammasini ibodat bilan o'tkazish orqali mumkin bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ramazonning oxirgi 10ida masjidda e'tikofda o'ltirishi bu nuqtadan aytganda nihoyatda ma'nilikdir.